Mavzu kislota asosli titrlash usulida natriy OH va natriy karbonat birgalikda ishtirok etganda ularning miqdorini aniqlash. Kimyoviy analizda titrlash usuli moddalarning aniq miqdorini aniqlashda keng qo'llaniladigan usul bo'lib, kislota va asoslar o'rtasidagi neytrallashish reaksiyaga asoslanadi. Natriy OH va natriy karbonat aralashmasining miqdorini tarkibini aniqlash. Ushbu titrlashda ikkita asos ishtirok etadi: kuchli natriy OH va zaif asosiy tuz natriy karbonat. Natriy OH xosalari katta asoslikka ega, suvda yaxshi eriydi, kislotalar bilan tez neytrallanadi. Formulasi: natriy OH reaksiyasi natriy OH plus H plus bundan chiqadigan natriy xlorid plus H2 natriy OH natriy gidroksidi. Formulasi: natriy OH xususiyatlari: natriy OH kuchli asos, suvda yaxshi eriydi va pHni oshiradi. Natriy karbonat formulasi: natriy karbonat xususiyatlari kuchli asos va karbonatli modda, suvda eriydi, pHni oshiradi. Natriy OH va natriy karbonat reaksiyasi titrlash jarayoni: natriy OH titrlashda faqat H xloridi bilan reaksiyaga kirishadi. Natriy karbonat esa H xloridi bilan ikki qadamda reaksiyaga kirishadi. Birinchi bosqichda natriy OH, ikkinchi bosqichda esa natriy karbonat titrlanadi. Natriy OH va natriy karbonat birgalikda titrlanishi ahamiyati: amaliyotda qo'llanilishi natriy OH va natriy karbonat birgalikda titrlashda ularning aniq miqdorini aniqlash uchun ishlatiladi. Tahlil natijalari ahamiyati: ushbu usulda moddalarning to'g'ri miqdorini aniqlash mumkin. Titrlash usulida H xlorning roli titrant sifatida gidrolik kislota ishlatiladi. Titrantning konsentratsiyasi H xlor normalligi va miqdorini titranish qatnashuvchi moddalar miqdorini aniqlash uchun muhim. Indikator fenolftalin natriy OH uchun ishlatiladi. pH 7 ga yaqin bo'lganda rangini o'zgartiradi, oqdan pushtiga o'tiradi. Metil oranj natriy karbonat ishlatiladi. Bu indikator pHni aniqlashda yordam beradi. Titrlashni boshlash tartiblari bor. 3 ta tartibi bor. Ekvivalent nuqtasi: ekvivalent nuqta titrlanishning oxirgi nuqtasi. Bunda titrant va tahlil qilinayotgan moddaning teng miqdorda bo'ladi. Bu nuqtada indikator rangini o'zgaradi va titrlash tugaydi. Reaksiya ekvivalentlari: natriy OH ekvivalentini hisoblash. Natriy OHning ekvivalent nuqtasi asosan normallik va hajm yordamida aniqlanadi. Natriy karbonat ekvivalentini hisoblash. Natriy karbonat ekvivalent nuqtasi titrantning miqdori yordamida hisoblanadi. Titrant va moddaning normalligi formulalar: titrantning normalligi va moddaning normalligi o'rtasida tenglik mavjud bo'ladi. Ular uchun alohida hisoblanadi.